dadam siz bilan uchrashmoqchilar. Bo'ldi, tamam, uchrashamiz. Iltimos faqat kasalligingizni aytib o'tirmang. To'ydan keyin tushuntiramiz hammasini, xayr. Tamam. Xo'sh, qizim aytan bachasizmi? Ha! Bu qo'llaringizdan baqat ekan. Kimlardir buni uko'l deb o'yladi, lekin bu to'yga zanimatsiyadan bo'lgan. Avj bilan qilish kerak-da, tirilibgan avj bilan. Avj bilan qilsa zo'r bo'ladi. Men qarang bu qizim baxtli qilib bilasizmi? Ha! Onang. Do'plama qani? Hay! Menga qarang. O'zi nima ish qilasiz? To'yga zanimatsiya, ladies and gentlemen. Deb to'ylarga xizmat ko'rsatamiz. Qiz berasizmi? To'yga manaqa pul yo'qil berdan. Sanchiliga qizim bermayman. Vaa! Qaynotani zo'ri originalli. Bitta uy olib beraman. Berasizmi qizingizni? Qayerdan olib berasan uy? Poykin turar joy majmuasidan. Qayerda u? Qarako'lda. Poykin turar joy majmuasida hozir 30% chegirma ketyapti Ramazon oyi uchun. Oldin metr kvadrat 8,5 million so'm sotilgan bo'lsa, hozir 5 million 250 ming so'mdan sotilyapti. Foizsiz, peniyasiz 1 yildan 3 yilgacha bo'lib to'lash orqali olsangiz bo'ladi. Zo'rku. Endi berasizmi qizingizni? Nech xonalik? 3 xonali. Beraman. Nomer 1 qaynotam.